Xo'sh, davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi adresga ham mebellarimizni olib kelib, tamomlab ham oldik. Samarqand Toyloq shahriga olib kelganmiz, yotoqxona to'plami. Endi mebelimiz haqida qissa qilib ma'lumot berishga harakat qilamiz. 2 komplekt olib kelganmiz. Rangi 2 xil, fasoni bir xil, rangi 2 xil olib kelganmiz. Endi divandan boshlaydigan bo'lsak 210 ga 170 matras razmer. Mana bu holatda hozir matraslik, ya'ni matras $100 ortopedический matras. Matrasda 3 yil garantiyasi bor matras. Ortopedический matras bemalol bosib ishlatsa ham bo'ladigan matras. Xo'sh, tumbalar o'rta holatda, razmeri mana bunday qilib ishlangan. Mana bu yerda svetilniklar bor. Klient o'zlari yoqib qo'yishadigan bo'lishdi keyin. Ruchkalarga e'tibor bersak, temirli, plastmassa emas, temirli ruchka ishlatganmiz. Xo'sh, oyoq uchida sofasi bor, oyoqchalik qilib yasalgan sofasi. Mana bu sofaning ichki holati. Ancha chuqur, nimalardir qo'ysa bo'ladi. Xo'sh, shkafimiz razmeri 230, balandligi 217. Ikkita eshiklik. Bu fason klient xohishi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, klient xohishiga qarab yasab beramiz. Rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Mana bu tomoni razmeri nisbatan uzunroq, razmeri katta bo'lgan. Yonbosh razmer 55. Mana bu kiyim sig'im razmeri 55. Mana bu tomon razmeri uzunroq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Hozirgida chiqib ketmaydigan rolik ishlatilgan. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, mebelning ichki holati, klient xohishi, klient qanaqa nima deydi, ichki fasonni o'zgartiraman desa ham bemalol o'zgartirib bera olamiz. Mana bu ichki holati. Polka bir tomon yana bo'lingan. Sabab razmeri kaltaroq kiyimlar uchun 2 ga bo'lingan, 2 ta vishilka qo'yilgan. Aytib o'tganimizdek, chiqib ketmaydigan, hozirgida yangi chiqarulik ishlatilgan. Oynalari chetki qismi charxlangan. Yana bu nima deydi, sifati, puliga ham ancha. Mana bunday holatda, mana bu chetki qismi farset bo'lgan holat. O'zi mana qo'lda kesmaydigan. Xo'sh, tremosiga o'tadigan bo'lsak, tremosi balandligi 190, yonbosh razmeri 130, ikkita eshik, ikkita tortma. Hamda mana bu yerda bir polkalari nimadir qo'yib qo'ysa bo'ladigan variantda qilib yasalgan. Aytib o'tganimizdek, ruchkalari temirdan, plastmassa emas, eshiklari 100% vakuumda. Balki eshik tortmasi ham ancha keng ishlangan. 100% vakuumda. Vakuumni ham ancha sifatli ishlatilgan. Oddiy emas, sifatli ishlatilgan. Xo'sh, oynasiga keladigan bo'lsak, oynaning orqa tomonida svetilnigi bor. Mana bu yerda o'chirib yoqadigan qo'yilgan. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, mebel rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Narigi xonamizda yana bir boshqacha rangini olib kelganmiz, hamda 2 komplekt sandiq bilan birga. Xo'sh, mana bu sandig'imiz. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sexni o'zidan olgan bo'lasiz. Bemalol biz bilan bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu xonadagisi, shu narigi xonadagini o'zi faqat rangi boshqacha. Rangi mokriy rangni ochrog'i. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, bu rangi boshqachasi mokriy, ochroq mokriy. Mokriyning ham har xili bor, to'qroq, ochroq. Mana bu bosh tomon, ya'ni mashalkasi mo'shi zamsh bo'lgan, yuvib olsa ham bo'ladigan. Buni rangida tanlov bor. Bemalol kimdir pardamga tushsin desa ham uni rangini qilib bera olamiz. Sofalari narigi xonada nima bo'lsa, o'shani o'zi, faqat rangi boshqacha. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, mebelning 20 xildan ziyod rangida tanlov bor. Bemalol biz bilan bog'lanib, aloqaga chiqib, xohlasangiz bizdagi sexning o'zida tayyor holatdagi mebellar ham bor. Borib, ko'rib, tanlab olsangiz bo'ladi. Mebel aytilgan narxda 150 km dastavka uстановkasi ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Razmerga ham kimdir uyimga to'liq razmerga yasataman desa ham uni ham yasab bera olamiz. Sandiq, oshxona mebel, stol usul hammasi, o'g'irlik hamma narsa bor. Bemalol biz bilan bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. 95 226 0404 33 279 0004 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram orqali ham bog'lanib, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.